Yo'q, hoji aka, Omali gilamlardan nima qilyapsiz? Yaxshimisizlar, charchamasdan. Omali gilamlari, qarangki, biz bu do'konga mijozmiz. Sababi premium kategoridagi gilamlar sotadi va narxi o'ta arzon. Bozordan boshqa do'konlarda qaraganda ancha arzon, sifati ancha a'lo. Shuni hisobiga biz Omali gilamlariga mijozmiz. Hozir ukamiz bor Abrorbek aka premium kategoridagi gilamlarim keldi dedi. Kakras o'zi onaxonga yaxshi gilam olib bermoqchi edim. Ko'rgani keldim. Sizlarga ham minnatdorman, tavsiya qilaman. Omali gilamlari sifati a'lo, narxi juda arzon, hamyonbop. Sog' bo'linglar, ketdik. Premium kategoridagi gilamlar keldi dedi Abrorbek. Abrorbek! Labbay aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamasdan qalaysiz? Zo'r. Hali holpillab, shoshilib kelayotganda premium kategoridagi gilamlar narxi arzon sizga deganingizga. Mana shu Samarqandning Yek zavodini Toch nomli gilami. Chetlarida popilari, ko'jalari bor. Mashalloh. Orqalari mana paxtali, oldilari poliester, 2 xil tovlanuvchan. Eng oldi premium sifatli gilam. Bu razmer o'chmayotgan razmeri 3,5 metrga 5 metrlik. Xo'p, narxi qanaqa qilib berasiz? Narxi 5 million 500 ming so'm. 5 million 500 ming so'm. Menimcha, 5 million 500 ming so'mga boshqalar ham bersa kerak bu narsani-ku. Lekin hoji aka, mijozlarimizga tushirib beramiz, klientlarimizga. Ha? Doimiy mijozman. Sizlarga men doimiy mijozman. Har doim sizlardan narsa olaman. Lekin men gilamni qayerdan bilasiz siz desangiz boru savol bersiz. Men o'sha gulidan boshqadan bilmayman. Meni u oyog'im sezadi. Qalin ekanmi? Ha, gapiryapti hozir. Ol shuni deyapti. Sababi bu mazza qilyapti-da. Ya'ni yosh bolalar, boshqalar baribir bunday anaqa qilib yiqilib tushish boshqa holatda ham ichkasi yo'q ekan, yaxshi ekan ancha. Hoji aka narxini hisobladim men. Narxini lekin jicha yo'lida qilib bermasangiz bo'lmaydi uka. Jicha emas, ancha yo'lida qilib beraman. Qani bitta eshitaylikchi uka? 3 million 500 ming so'mga qilib beraman. O, subhanalloh. 2 million arzoniga. Bitta mengami yo men xalq uchun brendga qo'yaman bu narsani. Omali gilamlarning doimiy mijozlari. Shularga ham qilib berasizmi? Sizni mijozingiz meni mijozlarimga qilib beraman. Rahmat. Va bundan tashqari haligi xonalarda o'zlarining razmer nostandart razmerlar bo'ladi. Shunga mana metrajli o'zi xohlagan razmerda kesib qilib berishaveradi. Aksiyalar chetlarini chiroyli qilib tikib berishlari bepul xizmatlar. Keling, bu yoqda ham bir ko'rsatib qo'ying. Voy, bu kattaligini qarang, assortiment ham juda katta ekan, qarang. Eron gilamlari, Xitoydagi deysizmi va o'zimizniki ham u qolganlardan qolishmayapti. Samarqand gilamlari eng zo'rlari mana ko'rsataverasiz. Xohlagan rangingiz, xohlagan razmeringizda bor. Bunaqa yo'laylarga ham mana chiroyli holatdagilaridan bor. Tanlab kelib, tanlab olsanglar bo'ldi.